Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari, mana shunday toza hisori, Kashtan bo'g'oz so'lig'i ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa sizlar uchun qo'ylarda haqiqiy elita variantlardan, go'zallardan akalar, naq tug'ay deb turgan birinchi qovringa naq bo'g'oz, tuqqan ona bola, inshaalloh qo'chqor hamma turidan video qilib, sevimga qilib chiqarib beramiz. Like'larni tindirmasdan bosib turasizlar degan umiddamiz. Bugun akalar Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumariq qishlog'idamiz. Xudo xolasa o'sha arzonchi, optimchi akamizni, lekin kanalimizni anchadan beri ko'rinmay ketgan Akbarjon akamizni qo'ralaridamiz. Ya avvalambor assalomu alaykum hoji bolalamizga, xo'jonalarimizga, hoji akalarimizga, bizni kuzatib turgan obunachilarimizga xudo xolasa biz dam olib, dam olganimizga hissasigacha to'xtalishlar bo'ldi. To'xtalishga hayvonimizda bonus qilib beramiz, reberlarda tindirib beramiz. Sizlar faqat like bosib, kommentariyani to'ldirib tursalar, dam oldik uka degan narsa bo'lmaydi. Videoni ko'rib, like ekrandan chiqaringlar, ba'da biz hayvonlarni o'ta chiroyli qilib duo qilsa yetadi. Xudo barakasini bersa, ba'da chiroyli qilib chiqarib beramiz boshqa. Xudo xolasa akalar, birinchi partiyaga yuraydi, ko'zi qondiraydigan nima deydi? Hamyonbob, ommabop, ommaga akamlarda qattiq xafa bo'lib ketib oladigan hayvonlar. birinchi qoringa naq bo'g'ozlari aka, xudo xolasa. Student bosgan bo'ladi. Studentlar nima deydi? Ko'rilish paytida gaplashib qo'ygan yo'lchi o'ylari ham bor. O'ylarimiz bir-biridan qaysi birini maqtaymiz? Endi hammasi bir-biridan ziyo. Hammasini Lekin tanishtirib qo'ymasalar, yarashmaydi. Hoji bolamiz xafa bo'lishadi. Sen bosib turgan pullari hozir yig'ilayotgan bo'lsa kerak. Biz dam oldik yo'q. Mana bugun olamiz-da. Ham sen bo'lib dam olishni qilasiz. Chiqarib beramiz bularni. inshaalloh. Mana obunachilar ko'rasizlar. Aka, buni soni nechta berdi hozir o'xshab? 11 dona. 11 dona. Bitta obunachi darajasida chiqarib beramiz mana. Gap yo'q. Endi mana student yo'lda yo'l tayyordik. Birinchi qorin akalar mana shu. Video chiqmasdan oldin tug'ib qo'yishi ham mumkin. Bunaqalardan akalar bitta o'zimiz ichida deyarli o'sha 85% yelin solib, bir-biridan ziyon qarang. endi hammasi baribir bitta yeni aka bular, hammasi bitta guruhda. Baribir hammasi qonda yo'qib ketadi. Mana chiqarib ber deydi, mana tilloni yaltirashdan chiroyli qo'zimiz. Gap yo'q, mana. Hammasi akalar bir vaqtda qochgan, endi 2-3 kun farq qilishi mumkin. Endi qaysidir qo'y yelin solib tug'adi, qaysidir qo'y tug'ishga yaqin yelin soladi. Lekin hammasini Abbos ham deydi, yigit dam olishiga qarab bir kun dam ham oladi-da qo'chqor. Hamma har kuni harakat qilsa yaqin tushadi. Keyin qo'y ko'p bo'lgan, kerakli vaqt soati bilan tug'adi, lekin 100% bo'g'ozga bermaymiz, 85%. Bunga javobli bo'lmaydi-da. Talabada bular. hozirgi nima edi? Yilin naq tug'ib tur deb turganda ham aniq bo'g'oz deb o'sha videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishadi. Pulab kelsalar beradigan darajada chiroyli qilib tanishtirib chiqarib beryapti. mana hurmatli. Bizda ola xursand bo'lsalar yetadi. Barakasini bersin. Eng avvalo. Lekin nima deydi? Haqiqatan ham bir ko'rganda ko'z o'ynaydigan sifatlari kelishgan yaxshi narsa ekan inshaalloh. Bari birinchi qoringa qo'zi qo'ylar deyishyapti. Bo'ylarni necha beramiz aka qo'ylarda? Bo'ylari 80 plus nari beri, 75 dan 80 gacha ketaveradi. 75 plus 80 ga beramiz aka. Chiqmasa ham keragi, mayli mendan olib bugun dam olishga 10 soat shunday metr sinib ketish kerak edi metrlar. 75 plus 80 ga yaqinga berilaveradi xudo xolasa. Aka, bularda endi qiziqtiradigan odamni nima deydi? Cho'ntagini qimirlatadigan narsa bu narx. Ya hammani ham, meni ham, o'zim sizni ham qiziqtiradigan narxilar. Narxini sandarib beramiz. Video bitta bo'lish kerak, bomba qilib portlataveramiz. Narxini Abbosxon u 5,5 million, 5 milliondan ham kelmaymiz. Birinchi videomizga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Faqat kommentariyani to'ldirib, like bosib tursalar, uzoq video qilish kerak. 5 million emas, 100 mingdan sunnat xayriga o'tib beraman. Aloqaga chiqqan akamlarga yetkazib olib beraman. Barakasini bersin. 4 million 900 ming so'mdan yetkazib olib beraveramiz. Akalar, mana 5 million, 5,5 million ham yo'q. O'zbekistonda ichida bo'lsalar bo'ldi, uyi. Yo'l bo'lsa bo'ldi, yetib boraveradi. Lakasi tashib bergan akamlarga yetkazib olib beraveramiz. Birinchi o'rindagi narsa vodiy bo'ylab muammo yo'q. Dovon dag'iga kelishamiz, havolarimizni ishlayapti. Nima deydi? Qora choy bas, malina choyda qilib bersalar sekin yetkazib olib beramiz. Limon choy ham aytmaymi? Havolasiyapti, boshqa Gap yo'q. Shoshilib obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Lekin bunaqa sortdagi kamdan kam keladi. Ulgurib qolinglar obunachilar. Nimaga? Ertadan keyin o'ziga o'xshagan yaxshi bola beradi. Ham birinchi qorin, yosh narsalar sifatga o'ta ham vahima, ham soni ham ko'p emas. 11 dona bitta hech obunachimizni qo'y.